Hammamiz Afrikani bilamiz. Katta kontinent, juda ham katta kontinent va juda ham ko'p Afrika davlatlari mavjud. Mana shu Afrika davlatlari 1884-yilda xuddi ruchkada chizilgan chegaralari, davlatlari bugungi kundagi holati oldindan belgilab berilgan desam ishonasizmi? Hattoki Afrikani davlatlarning shakllanishida afrikaliklardan birortasi ishtirok etmagan desamchi, bu ayni haqiqat. 1884-yilda Germaniya davlati rivojlanishni davom etadi. Ya'ni undan ancha oldinroq 1870-yillarda Germaniya jadal rivojlanishni boshlaydi va atrofga qaraydiki, barcha rivojlangan davlatlarni o'zlariga tegishli bo'lgan bosib olingan mustamlaka davlatlari mavjud. Germaniyada esa bu narsa yo'q. Undan so'ng u o'zining iqtisodiy barqarorligidan, harbiy qudratidan foydalanib, Yevropalik boshqa davlatlardan unga ham mustamlaka davlatlardan yer ajratilishini talab qiladi. Va bu talabni ortidan 1884-yilda rivojlangan Yevropa davlatlaridan 12 ta vakil kelib, stol ustiga o'tirishadi, kelishishadi va bugungi kundagi Afrika davlatlarini xaritasini chizishadi. Xuddi shartnoma tuzgandek, qaysi davlatga qaysi hudud, qaysi davlat qayerda savdo qiladi, qaysi davlatning tuzilishi qanday bo'ladi. Bu narsa shu darajada chizilganki, Afrika davlatlarida biror bir chegara tarixiy chegaraga yoki tarixiy bog'liqlikka aloqasi yo'q. Ya'ni u xuddi qalamda chizilgandek chizib berilgan. Bu narsa esa bugungi kundagi Afrika davlatlaridagi kelishmovchiliklar, qabilalar o'rtasidagi janglar, urushlar, ocharchilik barchasiga mana shu bo'linish asos yaratib bergan. Shunday ekan, stolni atrofida emasmisan, demak stolni ustidasan.